anjumanimiz O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishda raqamli ta'lim texnologiyalardan foydalanishning istiqbollar va muammolar mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, u nafaqat dolzarb, balki strategik ahamiyatga ega masalalarni muhokama qilish uchun muhim ilmiy maydon bo'lib xizmat qiladi. Fikrni bir dastlab Osiyo xalqaro universitetini bugungi kunda olib boriladigan siyosati bilan va amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari va amalga oshiriladigan hissasi bilan davom ettirmoqchiman. Osiyo xalqaro universiteti mana ko'rib turibmiz, roliklardan ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmizki, Osiyo mamlakatlarini zabt etadigan universitet sifatida va oliy ta'lim muassasalarini, nodavlat oliy ta'lim muassasalarini lokomotiv sifatida bizda tasavvur shakllangan. Men o'ylaymanki, Osiyo xalqaro universiteti o'zi nomiga mos bo'lgan xalqaro universitetlar qatorida joy oladi va bunga ishonchim komil. Men avvalambor mana shunday bir bugun kun uchun juda dolzarb hisoblangan bugungi islohotlarimizga daxldor bo'lgan mavzuni konferensiya darajasida muhokama qilishga sharoit yaratib bergan shu oliy ta'lim muassasasini rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shunday ilmiy konferensiyalar, ilmiy diskussiyalar juda ko'p bo'lishi kerak. Sababi mana shunday bir ilmiy muhokamalarda, ilmiy mushohadalarda juda ko'plab buguncha muhim bo'lgan konstruktiv xulosalar, takliflar, tavsiyalar paydo bo'ladi. Shuning uchun bunday konferensiyalar bo'lishiga tarafdorman. Demak, men mavzuni aytib o'tdilar mana moderatorimiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi dolzarb masalalardan bittasi milliy qadriyatlar masalasi. Barkamol avlod orzusi, komil shaxs masalasi. Mana shunday masalalar ichida har bir barkamol avlod uchun muhim hisoblangan narsalardan biri ular qadriyatlar tizimi hisoblanadi. Bu pedagogiyada ham bo'lganlarda, psixologiyada ham bo'lganlar, falsafada, sotsiologiyada juda ko'plab fanlarning integratsiyasida bir tadqiqot predmetiga aylangan masalalardan biri milliy qadriyatlar masalasi. Juda ko'plab asrlardan beri o'rganilayotgan masalalardan biri. Hamma zamonlarda shu qadriyat masalasi o'rganilgan. Lekin bugungi zamonda ham bu masala o'rganilishi kerak. O'rganilayotganda endi psixologlar tadqiqotlarda shuni aniqladik. Endi bugun qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda, yoshlar xulq-atvorida mana shu milliy qadriyatlarning namoyon bo'lishida raqamli vizual texnologiyalardan foydalanish oldingi texnologiyalardan demak samarali ekan degan fikrni aytmoqchimiz. Nega shunday? Mana bu psixologiya fanlari doktori professor Akram Abdulloh aytib o'tdilar. Muhammadjon Qur'on ustozimizga eslab o'tdilar. O'sha Google bolalari degan gapni ishlatdilar. Demak, psixologiyada bu avlodlar psixologiyasi o'rganilyapti. X avlod, Y avlod, Z avlod va bu alfa avlod. Mana shu Z zoom bolalar videoga Z avloddan boshlandi, virtual avlod. Virtual avlod. Biz psixologlar mana shu shaxs xususiyatlarini o'rganganimizda shaxs atrofida bo'ladigan voqeliklarni qaysi sezgilar orqali ko'proq sezadi. Shunga o'xshagan tadqiqotlar juda ko'p o'tkazilgan va shu tiplashtirilgan odamlar. Ayrimlar eshitish orqali ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Biz psixologlar o'rganganlar deb aytamiz. Ayrimlar ko'rish orqali ko'proq tushunadi, biladi, biz buni vizuallar deymiz. Ayrimlarni kinestechlar deymiz, ayrimlarni digitallar deymiz. Mantiqqa asoslangan ko'proq fikrlaydigan demak shaxs tiplari. Demak, bugun tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Z yoki bo'lsam alfa avlod vakillari yoki Muhammadjon Qur'on paytlaridagi Google bolalari, internet bolalari, virtuallashgan bolalar bu vizual hisoblanadi. Bular vizuallar hisoblanadi. Ko'proq bular ko'rish kerak bo'ladi. Shunday ekan, biz hurmatli tinglovchilar, bugun nimani targ'ib qilmoqchimiz, nimani o'rgatmoqchimiz, yoshlar ongida qaysi narsani to'g'ri aytmoqchimiz, mana shu narsalarni vizual texnologiyalarni ko'proq o'rganishimiz kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsalarimizni vizuallashtirishimiz kerak.
Semantic tag bu qidiruv tizimlari va brauzerlar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan HTML tagi. Chunki u ma'lum bir elementlarning semantik mazmunini bildiradi. Semantik taglar veb sahifadagi ma'lumotlarni tuzishga yordam beradi. Bu esa ma'lum bir birlikning ma'nosi qidiruv tizimlari uchun ham, foydalanuvchi uchun ham tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. HTML tilidagi semantik taglarga misol qilib qidir, now, main, footer, section, article, aside va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Semantik taglardan foydalanish veb sahifaning qidiruv tizimini optimallashtirish jarayonini yaxshilaydi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan kishilarga ham qulaylik tug'diradi. Antologiyalar tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflovchi, kompyuterlarga ma'lumotlarning ma'nosini tushunishga imkon beruvchi tuzilgan bilim modellaridir. Antologiyalardan semantik taglar uchun asos sifatida foydalanish veb sahifani semantik optimallashtirishda ahamiyatli. Antologiyalarni semantik taglar sifatida ishlatish uchun veb sahifadagi antologiyadan HTML elementlarigacha bo'lgan tushuncha va munosabatlarni rejalashtirish talab qilinadi. Masalan, sahifa elementlari va antologiya tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatadigan antologiya semantik tagi va atributlarini yaratish mumkin. Lingvistik korpus uchun semantik taglar yaratish turli lug'atlardan foydalangan holda matn ma'lumotlarini izohlash va tahlil qilish sifatini yaxshilashning samarali usulidir. Quyida turli lug'atlardan foydalangan holda semantik taglar yaratish bosqichlari sanalgan. Birinchi bosqichda lug'atlar tanlanadi. Bunda so'z va tushuncha haqida semantik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bir necha lug'at yoki manba tanlanadi. Bular umumiy lug'atlar, tezaurus, antologiyalar, maxsus leksikografik va lingvistik resurslar bo'lishi mumkin. Shundan keyin semantik ma'lumotlar ajratib olinadi. Tanlangan lug'atlar o'rganiladi va ulardan sinonim, antonim, giperonim, giponim, assotsiatsiyalar, semantik maydonlar haqida semantik ma'lumotlar ajratib olinadi. Keyingi bosqichda taglar moslashtiriladi va turkumlashtiriladi. Bunda turli lug'atlardan olingan semantik ma'lumotlar moslashtiriladi, turkumlarga ajratiladi. Lug'atlardagi ma'lumotlarning barcha tegishli tomonlarini qamrab oluvchi semantik taglar tizimi yaratiladi. Navbatdagi bosqichda semantik ma'lumotlar kengaytiriladi. Bunda lingvistik korpusdagi mavjud taglarni kengaytirish uchun lug'atlardagi semantik ma'lumotlardan foydalaniladi. Bu so'zlarning ma'nosini aniqlashtirish, atoqlotlarni ajratib ko'rsatish va matnlarda semantik munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi. Matn annotatsiyasi bosqichida yaratilgan semantik taglarni lingvistik korpusga qo'llash, yangi semantik ma'lumotlarga muvofiq izohlash lozim. Matnni tushunish va tahlil qilishni yaxshilash uchun turli taglar birlashtiriladi. Oxirgi bosqichda taglar kengaytiriladi va takomillashtiriladi va yangi semantik taglarning samaradorligi tahlil qilib baholanadi. Good morning, dear participants and the staff of the conference. I would like to express my gratitude for invitation to such a great process in the Asia University, International University. Thank you for your invitation. And today I'm going to speak on digital storytelling. I'm sure that everybody. O'zbekcha qilmaymi yo inglizcha? Yo'q, farqi yo'q. Agar o'zbekcha kerak bo'lsa o'zbekcha, ruscha bo'lsa ruscha, inglizcha bo'lsa inglizcha. Yaxshi. Okay, digital storytelling. What is it? What can we do with this digital storytelling? So, digital storytelling is the use of multimedia sources in the process of storytelling. Demak, raqamli hikoya nima? Raqamli hikoya aytish jarayonida multimedia resurslaridan foydalanish. Bunga nimalar kiradi? What we include usually for digital storytelling? So we can use images, we can use video materials, we can use podcasts, we can use audio materials also. Demak, raqamli hikoya aytishda video materiallar, audio materiallar, podkastlar, hattoki rasmlardan ham keng foydalanishimiz mumkin. Demak, qanday jarayonlarda qanday qilib foydalanishimiz mumkin? How we can use? If you want your student to speak more definitely, more confidently, more
confidentially, you can use different photos, different images to make your students speak in the language you are working. So, digital storytelling combines multimedia elements, as we said, and it includes, as usual, for narration, beginning, middle, and the end. Demak, digital story'da raqamli hikoyada odamdagi hikoyalar boshlanishi bo'ladi, asosiy qism bo'ladi va yakun bo'ladi. So, audience engagement. Qanday qilib jamoani o'zimizga jalb qilishimiz mumkin? How we can engage our audience to the process of digital storytelling. Digital storytelling can captivate audience by using compelling narratives that resonate with their emotions and experiences. Demak, talabangizni, gapiruvchingizni, notiqni fikrdan, his-hayajonlaridan, his-tuyg'ulardan kelib chiqqan holda siz o'zingiz tanlagan narsa bo'yicha digital storytellingni rivojlantirishingiz mumkin. Shu orqali zamonaviy shakllantirishda hissa qo'shishni ko'zda tutilgan. Ta'lim sohasida yuz berayotgan global o'zgarishlar, zamonaviy jamiyat ehtiyojlarini fonida O'zbekistonda fan va ta'limni rivojlantirishda lifelong learning, ya'ni umrbod ta'lim konsepsiyasining ahamiyati tobora oshib bormoqda. Bu konsepsiya nafaqat insonning hayoti davomida bilim olish va malakasini doimiy ravishda yangilab borishni nazarda tutadi, balki uning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy rivojlanishda ayrim asosiy omil sifatida qabul qilinmoqda. Dunyo bo'ylab ilm-fan va texnologiyalar tez sur'atda rivojlanayotgan bir paytda an'anaviy ta'lim tizimining faqat boshlang'ich yoki o'rta bosqichda ta'lim bilan cheklanishi zamonaviy talab va sharoitlarga javob bermaydi. Shu sababli O'zbekistonda ta'lim tizimini yangilanish va unda doimiy o'zgarishlarni kiritish zarurati paydo bo'ldi. Bu esa umrbod ta'lim konsepsiyasining asosiy prinsiplariga tayanishni taqozo etadi. Life learning konsepsiyasi O'zbekistonning ta'lim siyosatini yangi paradigmalar yaratishga imkon beradi. U insonning faqat maktab yoki universitet bosqichida emas, balki hayotning barcha bosqichlarida doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib borish zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa nafaqat shaxsning kasbiy va ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi, balki uning ijtimoiy faolligini, sog'lom hayot tarzini va madaniy rivojlanishini ta'minlaydi. Bugungi kunda global mehnat bozori ham doimiy o'rganishni talab qiladi. Chunki yangi kasblar paydo bo'lmoqda, texnologiyalar o'zgarib bormoqda va insonlarning doimiy malaka oshirib borish ularga raqobatdosh bo'lish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan umrbod ta'lim olish, ya'ni O'zbekistonda yoshlar va kattalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. O'zbekiston Respublikasi hukumatining ta'lim sohasidagi islohotlari ham lifelong learning tamoyillarini hayotga tatbiq etishga qaratilgan. Milliy ta'lim dasturlari, mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish kabi strategik yo'nalishlar orqali ta'lim tizimining doimiy yangilanishini va individual o'rganishni rag'batlantirmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi o'quvchilarning, talabalar va kattalarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ta'limga kirish imkoniyatlarini oshirmoqda. Shu bilan birga konsepsiya ta'limning inkluzivligi va teng imkoniyatlarni ta'minlashda ham xizmat qilmoqda. Bu esa jamiyatning barcha qatlamlarida bilim olishga bo'lgan talabni qondirishga yordam beradi. Life learning konsepsiyasining amaliyotda tatbiq etilishi nafaqat O'zbekiston ta'lim tizimini sifatli oshirishga, balki milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Malakali, doimiy o'zini rivojlantirayotgan mutaxassislar mehnat bozorida yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Innovatsion fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rag'batlantiradi. Shu bois fan va ta'lim sohasida umrbod ta'lim tamoyillarini joriy etish, O'zbekistonning ilmiy salohiyatini oshirish, yosh avlodni zamonaviy dunyoqarashga ega qilish va ularni global hamkorlikda tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. İntellekt bu gerçekten doğru. Biz yani düşünüyoruz. Düşündüğümüzden sonra bana birisi soru sorsa ben düşünüyorum. Ona göre cevap veriyorum. Cevabını o diyor ki mesela buradan çıkıp bir yemeğe gidelim dese ben karar vermem gerekiyor. Ben gidelim yoksa yok. Demek karar vermem. Bu yeteneklerimiz insan olarak
Biz kendimiz yönetiyoruz. O yüzden kararlarımız farklı. Birisi başka yerden gidip yer, birisi başka yerde okur, birisi başka bir şey giyinir, birisi başka bir şey yapar. Hayvanlar aynı bir şey. Yani yerler, ürerler, bunun gibi. Ama insanlarda biraz önce dedi tefekkür var. Hani düşünsen, eğer düşünsen, söz konusu burası, düşünüyor muyuz gerçekten? Ve ne kadar düşünüyoruz? Bunu yapay zeka yani yapıyor. Bizim yerimizde ne yapardı? Bizim bulaşıklarımızı yıkıyordu, çamaşırlarımızı yıkıyordu, teknik olarak evimizi süpürüyordu. Şimdi bizim entelektüel işlerimizi yapmak için ben buradayım, yardım vereceğim sana diye geldi. Ama onun da biraz nüansları var. Şu an ilk sayfayı görebilir miyiz? Şimdi yapay zeka insan beyninin çalışma tarzına benzer verileri depoluyor. Yani siz benden duydunuz, sonra bu ne demek istiyor? Herkes anlıyor mu bu arada Türkçeyi? Ya da çevireyim mi Özbekçe? Tamam, buraya kadar Türkçe yeter. Ben kendi ana dilimde konuşacağım. Sun'iy intellekt demak bizani mulohaza qobiliyatimizni nima qiladi? Kopyalaydi. Ana endi gap shundaki, sun'iy intellektni qarshisida kar bo'lsa kar, ko'r bo'lsa ko'r, olim bo'lsa olim, o'g'ri bo'lsa o'g'ri. Shu endi qarang, siz aytasizki sun'iy intellektning zararlari bor. Pichoqning ham zarari bor. İşletişi bilish kerakmi? Texnika texnologiyasini yozishimiz kerak. Hech kishi sun'iy intellekt ishlatadi. Xohlagan joyda qo'l ko'taringlar. Super. Yaxshi degan aslida. Sizlarda hech kim qo'l ishlatmaysiz. Bugundan boshlab ishlatinglar. Sun'iy intellektsiz kun o'tmaydi. Har doim u bilan birgaman deganlar qo'l ko'taringlar. Siz kelajakdagi ish bozoriga tayyormisiz, yo'qmisiz? Chunki sizni bolalaringiz ham, mana shu yerda o'tirganlarning ko'pchiligida bolasi bor. Sizni bolalaringiz 10-sinfni tugatgunga qadar Xitoydagi 10-sinfni tugatgan bola bilan ish potensiali bir xil bo'lmaydi. Hozir ham bir xil emas. Hamma javraviyat Xitoy bosib ketdi. Nimaga? Chunki sifatli ishchi yo'q bizda. Bizda multiple, ya'ni har tomonlama tezkor, zo'r ishlaydigan sifatli kadr yetishtirib berilmagan ta'lim tizimimiz shu davrga qadar. Tushunasiz? Shuning uchun biz majburmiz. Chunki ish biladigan odam olib kelishga. Endi bu yerdagi odamlarning ish bilishi nima bo'ladi? Rossiyaga borish yoki shu yerda qayerdadir tiqilib, olib ishlash. O'shaning uchun siz ish bozoridagi koeffitsiyentni hozir o'chirishingiz kerak. Amerika, Birlashgan Arab Amirliklari bularni qilgandan keyin siz bolalaringizni nima ish bilan ta'minlanishini bugun ziyoli jamiyat o'ylab ko'rishi kerak. Shuning uchun ham hozir ham siz bu yerda universitetda o'qiyapsiz, boshqa insonlar demak ta'limni boshqacha, ta'lim edu dizaynerlari, ta'lim arxitektorlari, karyer akademik coachlar siz ishlayotgan maoshni 10 baravar, 15 baravarini olishyapti. Men endi Amerikadan, nimadan ko'p gapirmayman, chunki auditoriyaga hali bu tayyor emas. 60 ta davlat bu standartni ko'rib chiqdi. Amerikaniki boshqa, Birlashgan Arab Amirligi boshqa, O'zbekiston nima qilish kerak bu haqda juda ham ko'p fikrlarim bor, lekin sizlarga qizil joyni aytaman. Xo'p. Ana shu yoki bo'lmasam UNESCO tomonidan 21-asrda kompetensiya va globallashuv bo'yicha konferensiya bo'ldi. Shunda Jack Deller aytdi, bugungi davrda 4 ta komponentni bilishimiz kerak. Va ta'lim yashirincha boylikdir. Mana konferensiyasida mavzusi edi shundan. Birinchisi o'sha bilishni o'rganish. İşlashni o'rganishimiz, birgalashib yashashni o'rganishimiz va tirikchilik qilishni o'rganishimiz. Bu uchun agar biz o'qituvchilik sohasini tanlaydigan bo'lsak, aynan mana shu 4 ta komponentni singdira olishimizning
eng birinchi o'rnida men sizga aytaman, qadrli do'stlar, bu perseptiv qobiliyat turadi. Chunki auditoriyani, agar auditoriyani biz his qilmasak, pedagogikada qiyin o'qituvchi muammosi degan atama bordi. Agar o'sha auditoriya sizni qabul qila olmasa, siz akademik bo'lsangiz ham bu auditoriyada dars bera olmaysiz. Va biz bugun gapirayotgan raqamli texnologiyalardan foydalanish haqida o'qituvchida gap bo'lishi mumkin emas. Va nutq. Nutqiy qobiliyat. Eng birinchi navbatda mana filolog olimlarimiz shu yerda. Eng birinchi navbatda o'qituvchining nutqi bilan ovozi orasida farq borda. Farq bor, ko'pchilik uni farqlamaymiz deya e'tibor bermaymiz. Va aynan qadrli do'stlar, atamalarni to'g'ri talaffuz qilish va davlat tilida gapira olishimiz. Nima uchun? Chunki men doim aytaman, biz davlat tilini ham onasi, ham doyasi, ham tarqatamiz, ham shevada gapirsak yugurib ketadi. Chunki yangi avlod bizda darrov uni qabul qiladi, tezlik bilan o'ziga olamaga singdiradi. Va aynan mana shu yerda bizni nutqimizda, ovozimizda havodorlik degan jumla bor. Filologlarimiz yaxshi biladi, domlalar xato gapirayotgan bo'lishi mumkin deyishlari mumkin. Havodorlik jumlasiga 1981-yilda o'zbek tili izohli lug'atida ta'rif berilgan. Shirali ovozga nisbatan muhabbat degan. Ya'ni shirali ovozga nisbatan shirali ovozga qayta eshitish. Pedagogikada bu jumla gapirayotganda ham eshita olish ko'nikmasiga egalik deb aytiladi. Va raqamli texnologiyalarning muammosi shunda. Nimada? O'qituvchilarda pedagogik bo'lajak o'qituvchilar. Pedagogik qobiliyatlarni yaxshi yo'lga qo'ya olmaganligimiz istiqboli nimada? Chunki mavzu shuku, muammo va istiqbol. Avval muammoni qo'yib, istiqbolni ishimiz kerak. Istiqboli nimada? Agar biz deb o'ylayman, agar biz bo'lajak o'qituvchilarimizda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirsak va ularni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lsak, biz mana ko'pchiligimizda shunday narsa bor, qo'l telefonidan foydalanma, telefoningni qo'y deydi. Yo'q, bu endi kech bo'ldi. Mana shu konferensiya ishtirokchilariga ham onlayn holatda rahmat, minnatdorchilik izhor etamiz. O'ylaymizki, bugungi konferensiya natijasida demak ta'limda o'sha raqamli texnologiyalardan faol qo'llash kerakligini talabalarimiz ham o'qituvchilarimiz ham o'zlariga dastur amal qilib olishdi. Chunki bu zamon, davr talabi va barchamiz mana shu davlatimizning ta'lim siyosatiga o'z hissamizni qo'shish jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalaridan faol foydalanamiz degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Konferensiya